Assalomu alaykum jamoat. Ro'zingizlarga va xalqaro ona tili bayramingizga muborak bo'lsin. Avval o'zimni tanishtirib o'tay. Mening ismim Seyit Aqil. Mushu yerdagi Tursunning dadasi. Meni balki ba'zanlar bilasizlar yoki bilmaysizlar. Mana bizning bu yerga kelganimizga 1 yildan oshib qoldi. Bu yerdagi Tursundan boshqa yana 2 bolamiz vatanda qolgan. Ular nima kunlarni ko'ryapti degandan Xitoy degan jamlat hozir milliondan oshiq Uyg'ur xalqini tutib jazo lageriga solib, odam tasavvur qilolmaydigan iskanjalar bilan qiynayotganligini va begunoh o'ltirayotganligini anglayapmiz va ko'rib turibmiz. Bizning bu 2 o'g'il nima bo'lib ketdi? Aloqa bo'lmaganlikdan hech nimani bilmaymiz. Hozir butkul uchurni uzib tashlandi bu chidamas marazlar. Alloh jazosini berar bu mas'ullarni. Ilmi adlaydikilar to'limi yaxshikan. Mushu musofirchilikni va ko'ngil og'riqimizni bilindirmadi. Uy-uyga chaqirib, mehmon qilib tasalli berib turdik. Bugun mu ona til bayramiga chaqiribdi. Buningdan bek xursand bo'ldik. Rahmat, bizni bu yerga taklif qilgan Avstraliya Sharqiy Turkiston jamiyatiga, Tartaq xonim-qizlar guruhiga, sevimli bolalarimizni o'qitayotgan Uyg'ur til maktabidagi ustozlarga, yoshlar guruhiga ko'pdan-ko'p rahmat. Her bir işinlarga Allah bereket ve nusret ata qilsin. Bugun men sizlarga bizning yeni kelgan vaqtdagi davrimiz bilan bo'lgan til o'qishmas ba'zi bir qiziqchiliklarni elib keldi. Qani birga o'zlanaylik. O'g'lim. Bugun shanba dadam ko'rinmaydi-ku. Dadasi u. Bunda da. Tushundimmi? Navir nima deydi? Tushundim. Nima deydi? Dadam qo'shnilarning uyiga ot kirkiga chiqib ketdi deydi. No, Grandpa. Dada went to work. Bunda da. Endi nima deydi? Nima deydi? Dadam ot kirkiga chiqib ketmadi. Grandpa degan inglizning uyiga ketdi deydi. Oh, you don't understand. Grandpa, Dada ish. Mana bizning navrning Uyg'urchasi chiqib qoldi. Dada ish demak, buva ish deysan o'g'lim. Hoy, dada ish, buva ish degicha, sinimi bir ichib qo'ysalamamdi, ma bola oyda yilda aram bir Uyg'urcha gap qilganda. Ichak. Apamı ko'rinmaydi-ku. Mama shopping. Mushu bolalarni dadasidan so'rasam, "Vangba demdi, changba demdi, shuning ishlayman" deb aytadi. Endi ma'u kelin qizimning shopping degan Xitoyning uyiga ketibdi emasmi? Vatandago qo'shmoq siyosatda har bir Uyg'urning uyiga birdan Xitoyni majburiy tiqib qo'ydi. Ularga amal yo'q. Ammo bizning bu bolalarga kim majbur qildi? Mushu yerda bu qo'shmoq siyosatni ijro qilib yuribdi. No, Grandpa, Appa went shopping, non boy qildi. Nima? Apam shopping degan Xitoyni boy qildi debsa, bizning ularni boy qilib ko'rgan kunimiz mushu. Bilib qo'y o'g'lim, Xitoyni dunyoga o'rkitayotgan bizning vatanning boyligi, ilmi butkul boyligimizni yeb qo'ydi bu marazlar. Uni oz degandek endi shaxsiy milimizni, turmalarda jinimizni elayotdi. Bu apamning nima qiliqi endi? Mushu yerda Xitoyni boy qilaman deb yuribdi. Bizning bu yerda ko'radigan kunimiz bormi nima? Haqsizlar. Xitoylar Uyg'urlarni xalqaro jamiyatga terrorist, milliy bo'lginchi deb tunishtirg'ashqa, qizimiz ansirab, shuning bilan mushu yerda bo'lsin, yaxshi o'tay degan o'xshaydi. Quruq gap. Beshini qog'i cho'qilyapti bizning kelinlar. Bu numussizlar bizni oldig'anni azda hamda xalqaro jamiyatni aldayapti. Aksicha Xitoylar o'zi terrorist, ular davlat terrorizm siyosatini yurgizib, qo'lida temirning sunuqi bo'lmagan xalqni armiya kuchi bilan bostirib, turmalarga solib, vahshiy usullar bilan o'ldirayotgan faşistlar va xalqaro jinoyatchilardir ular. Ular degandek bo'lginchimi emas. Biz Xitoyning bir g'irish yerini bo'lib olamiz demadik. Balki Alloh ato qilib bergan ona vatanimiz Sharqiy Turkistonni qaytarib berishni, u yerda ixtiyoriy yoki majburiy chiqib ketishni talab qilyapmiz. Shunga biz uxlab yotmay qarindoshlar, bir-birimizni tilishib yurmay, Xitoyga qarshi to'xtamay tashviq va har xil choralarni qo'llanishimiz,
Avustraliya xalqi ve xalqaro jamiyatini Xitoyning sınıf kirish siyosatidan ogohlantirishimiz kerak. Chunki bularning ichida haqiqatni ko'ra oladigan, Xitoyning yelisini tushunadigan nurg'un insonparvar kishilar bor. Biz shular orqali xalqimizning ahvollarini anglitishimiz kerak. So'zni sen gap to'la o'xshaydi. Vatan millat deydi texi. Bo'ldilar, so'zni mayli qo'yay. No, Grandpa, you don't understand. Say that operation flips me. He, so'zni mayli desam, ma'bala yana og'zimni ochdi-ku. Apang shoping bilan yet qilamdikan. Endi chataldi bu. Shu va shuning yo'li bo'lmasa yet qilolmaydigan kunga tushib qoldikmi biz? Biz ularsiz dunyoni so'ragan millat edik-ku. Sharqiy Yevropadan Kaspiy dengizigacha buyuk imperatorliklarni, saltanat davlatlarni qurgan va dunyo madaniyatiga nurg'un to'plarni qo'shgan millat-ku. Endi mushu kuniga qoldikmi? Bizni qulluqqa va mushu kuniga qo'ygan ideya dal mushu Xitoydan ayrilsak yasholmaymiz degan taslimchilik ko'z qarash. Yana birisi bizning nodonligimiz va ittifoqsizligimiz. Falastin masalasida arablarni ayblaymiz. Sharqiy Turkiston masalasida kimni ayblaymiz? 270 million turk xalqi turib, mushu kunga qoldik, mushu kunni tatyapmiz. Buni shu arablarda ko'ramizmi? Qo'shni davlatlarning ko'pinchisi o'zimizning qarindoshlari. Shunday turuqliq biz Xitoyga qarshi nima qila oldik va u qarindoshlarimiz nima ish qilib berdi? Mana endi Qozoq qarindoshlarimizga kelyapti. Biz bir-birimizni chetga qaqmayli qarindoshlar. Birimizni tatar, birimizni o'zbek, birimizni qozoq. Uni az degandek, birimizni u shaylik, birimizni bu shaylikda o'yiniga bilib-bilmay dasavatimiz. Xitoyning tub maqsadi Uyg'ur xalqini yomon ko'rsatish orqali qarindosh millatlar orasiga zidlik silib, milliy mojaro paydo qilish. Shu orqali bizni yetim qoldirib, ondan assimilyatsiya va qirg'inchilik qilib tugutish, tub yurtimizni yo'qotib o'tish. İkinci qadamda qo'shni qarindosh millatlarga qarata yumshoq va qattiq siyosat ishlatib, asta-asta u yerlarni va u yerlardagi qarindoshlarimizni Xitoy hokimiyatiga qul qilishdir. Shunga sagak bo'lib, bir bo'lib, Xitoyning ilm mikrisini ishga ishishdan burun birlashib Xitoyga birlikda qarshi turaylik qarindoshlarim. Bizning dinimiz bir, tilimiz bir, zaminimiz birdir. Allah bizga birlik va ittifoq ato qilar. U Xitoyning nafsiga yetkazmas. Grandpa looks angry. I'm not talking to him anymore. Hey jamoat, mushu odam rasm shifonining gapini to'g'ri tarjima qilganmidi? Hech ishonchim kelmaydi. Nimishqa desanglar, o'tganda o'g'limiz bilan qizimiz bir yerga bormoqchi ekan. Tomoq yeb qolsanglar, bizga olib qo'yinglar, tomoqni frijga solib qo'yinglar deb chiqib ketdi. Biz ya o frij degan nima deb so'rayapti. Tomoqni etib, liq frij deganni topolmay, to'nglab qolsab qo'ysam, ma odam bo'lmamdi. Voy bu degan chatal, frij degan tomoqni issiq saqlaydigan narsa bo'lishi mumkin deb izlab yurib, gaz o'choqning yendikiga yasab qo'yibdi. Vallahi kelgandan keyin tomoqni ilib qo'ysak, tomoq degan kun issiq bo'lg'achqa ichib sis ketibdi. Nima yasab qo'yibdi bilamsizlar? Ocaqning ostidagi qochish mashinasining ichiga solib qo'yibdi. Tova. Bo'ldi qila. O'tib ketgan ishlarnidir. U degan mening yeng kelgan vaqtda o'choq ingliz saviyam bilan edi. Hozir o'sib ketdi. Rasrasini bek o'sib ketdi. Nima bo'lsin? Men Gulnar qizimga telefon qilib, men bir so'rab boqay. Shu chog'da sizning biroz yolg'on tarjima qilganliklarini bilaman. Çal tercüman adam öldürdü deydicu, ma balı taza hoşal emas. Xafa bulup kalgan belki göründü. Alo, Gülnar kızım mı? Ve aleyküm esselam kızım. Yaxshimisiz aka? İşte telefon qilganmidingiz? Shundoq kızım, yaxshi. Azroq vaqtingizni chiqarib kirgan bo'lsangiz, azroq ish chiqib qolgandi. Ma'qul, men hozirlik qilaman. Honey, is your grandparents home? Yes. Can you get them for me, please? Okay. Bua, Gülnar sizni oldiga. Oy, kim bu endi meni oladigan? Bu yerda qizlar tegimadimi, olamadimi nima? Ayol podsho davlati bo'lganda kim? Shundoq demdi-ya. Meni qayraganda kim ola endi?
bakay. Kirin kızım. Assalamu alaikum Sita. Müsaadeniz var mıdır? Var. Kirin kızım. Çiçek kirin. Assalamu alaikum. Aleykümselam kızım. Yaxşımı? Akıllı çalışmışlar kırıdı. İş programıdayız. Vay kızım, qeyriğandı qırıqda toq, qılğan işi onundan artıq dep, mağı nevre. Bova, yumar adam seni aldıken, yaptırgen. Şuna bu ayının gül qayqaları içilip getdiydi. Hazırlık kızakış boptu. Ben bu balağa bulan ödü bağlı. Buz çaqırıp koyar desem, gapni tuz-tuzla tercih qıptı. Adamni hıcıl qılıp. Hıcıl bulma kızım, hıcıl bulma. Muhabbetinin közü yok deydi-ki. Oy, adam bundaydı o anı satışır. Oy, ağzıların yumsuzlar, kolaylıqan gep olmadı. Boşu ağzımıza. Geçirin kızım, geçirin. Kızım, mavi buvay nevrimizden dadısı bilen apısını sorgan. Bu bal İngilizce bilmemelerini de kaldırılap getdi. Ma üç Uygur bir-birsimizin gidini düşenmeymiş öyle. Sizin şu gepni tercim kıpırankin dep kızım. Şunu çaqağın, şu nevremden bir sonra baktığınız zat ne tuttu? Honey, what's wrong? I said Daddy went to work and Mom went shopping, but he didn't understand. Bu bala dadan ışık gitti. Abam mağazalarına çık gitti dedi. Demedim o, İngilizce bilmen deylat yıkı. Bek bildik yalla. Biçarı nevrimiz kalbini düşendiremem. Kançılık kıynalgandı. Boy biçarı bala. Qandan gap bo'lib ketdi. To'g'ri tarjima qilganda qiladi bo'lmasa. Shopping, non, boy degan gaplarni qildi bo'lmasa, inglizcha o'rganmasam bo'lmaydi nima? Navramning tilini o'rganish uchun. Qizim, bu kichik bolalar kim u? Alaykum biz. Va alaykum assalom bolalarim. Salomni yaxshi qildinglar. Uyg'urchani obdan bilamsizlar? Bilamiz. Isminglar nima bolalarim? Benim ismim Uyg'ur, benim ismim Mustaqil. Bularning Uyg'urcha biladiganima chog'liq o'xshaydi. Isming nima desam, xuddi millatini yoki nishonni so'ragandek, birisi Uyg'ur, biri Mustaqil deydi. Ya, shunda birisinin ismi Uyg'ur, ota-onasi bu davlatda yashab, millatini unutib ketmasin, ismi orqali bo'lsin, o'zini eslab tursin deb shunday ism qo'ygan. Hazır buların ata-onasi Amerikada vatan millat davosini qilyotidi. Yana birisinin ismi Mustaqil. Vatanning mustaqilligi uchun kurash qilishni unutmasin deb shunday ism qo'ygan. Maşallah, ata-onamning aqliga boriqlar. Biz yaqinni ko'rolmagan bilan bunda yiroqni ko'rdiganlar bor ekan. İnşallah biz hergiz pulluq qilmoqdekmiz. Bolalar, Uyg'urcha nimalarni bilasizlar? Mahmud Qashqari, Yusuf Xonali, Alisher Navoiy. Sodiq Polvon, Mulla Zaydi, Shuhrat Afandi. Ular mendan jiq narsalarni bilgansizlar. Ismlarini bilgansizlar. Ular to'g'risida birarsini bilamsizlar? Bilamiz. Unda bo'lsa o'g'lim, sendan so'rab baqay. Sodiq Polvon degan kim u? Sodiq Polvon bizning botirimiz ham qo'shoqchimiz. Rost biladigansan, uning qo'shoqlarini bilamsan. Hemen o'qib beray. Sodiq bo'lmay kimdirman. Tahrirlarni so'rsa, bilmay qo'ymay beraman. Sodiqdan etilgan 15 yoshda atalgan dastlabki tutilganda ko'ngil yomonsonqa. Yomon gaplar yetib, ichimda quchoq bo'ldi. Yomon kesajanda quchoq bo'ldi. Aqlimning qalam qashqa, chakka qo'nishi tashqa, chirik atidi tashqa, sodiq atidi boshqa. Ular, sen aqlliqdek ko'rinsan. Şuna senden ben bir savol so'rar. Uyg'ur degan kim? Uyg'ur degan mening akam. Bala, buni bilaman. Mening so'ramoqchi bo'lganim Uyg'ur zodi qandoq millat? Uyg'ur degan aqlli, mehmonlar, chiroyli millat. Bo'lmasa bu va Uyg'ur degan shundoq naqshini aytib beray. Naqshini ayta olamsan texi? Qani aytib baqa. Uyg'un dunyosini to'g'idab, chaqvitar mehmon keldi eydidab. Tizanga tushunmasdim bu qandoq, bir qo'yg'in ayg'on degan muzimda.
Uygun dünyasını torladı. Tıpkı bitirmek geldi elgide. Kızına geçeceğim nasıl bu kanda. Bulup koyuyorum uygun diyen başında. Oğlanın Ali altın yolunu gül. Bıraksam ola tuğan teseçün. Oğlanın Ali altın yolunu gül. Bıraksam ola tuğan teseçün. Kasma diyen mekli açıp sonunu al. Bulup koyuyorum uygun diyen başında. Ona diyen yaşlılıkka yaralgan. Bilememeyce kalgama taralgan. Ona diyen yaşlılıkka yaralgan. Bilememeyce kalgama taralgan. Eramlık tutsana gel bakanda. Merbetlik koygur diyen muşunda. Eramlık tutsana gel bakanda. Merbetlik koygur diyen muşunda. Naši sastas mišrapsus oymaydu. Sen kızdan o içilir bilmeydu. Naši sastas mišrapsus oymaydu. Sen kızdan o içilir bilmeydu. Sen kızdan o sonu dostlanmıştın. Kızdan da o ölü dostlanmıştın. Oyga diyen yaxşılık kayırılgan. Bilememeyce kalgama taralgan. Oyga diyen yaxşılıkka yaralgan. Bilememeyce kalgama taralgan. Erim olup tutsam agar bakanda. Merbetlik koygur diyen muşunda. Erim olup tutsam agar bakanda. Merbetlik koygur diyen muşunda. Bil koygun diyen muşunda. Sizler gelip ketmezlerni bilgisizler. Bularni sizlarga kim o'rgatdi? Nereden o'rgandinglar? Uyghur maktabdan. Uyg'ur maktabdan dersa, chaqchaq qilma bular. Bu yerda Uyg'ur maktab nima qilsin? Ko'pdan Uyg'urga maktab yetib berdigan inglizlarning beshini qag'cha qilolmadi. Avu 30 millionga yeten Uyg'ur bor yerda sizlar osonlik millatda bizni milliy maktablarimizni va ona tilimizni yo'q qilyapsa, Rost, yolg'izlar Uyg'urlarning emas, boshqa millatlarning milliy maktablari bor. nima? Tova. Biz zodi qandoq bir past chidamas millatning qo'liga qoldik, ha? Mandaq millatlarim bor ekan, oz bo'lsa-mu oz demay, maktab ichib, ona tilini qo'g'dab beradigan. Ha, shundoq. Shundoq bo'lsa-mu, yana bolalarni maktabimizga kelmaydigan ota-onalar bor. Hey, aziz vatandoshlarim, undaq qilmanglar. Jinim qarindoshlarim, Xitoy vatanda majburiy tilimizni yo'q qilyapti. Yozuvchilarimiz, ziyolilarimiz tilimizni qo'g'dayman deb nurg'un maqolalarni yozib, hozir Xitoy turmusi deyapti. Nurg'unlar jon beryapti. Endi mushu erkin davlatda turib, o'zimizning tilini qo'g'day olmasak, yoki uni o'rganmasak, yoki o'rgatmasak, xalqimizga va o'lganda Allohga qanday javob beramiz? Millatning jini til. Agar til bo'lmasa, biz tarix sahnasidan yo'q bo'lib ketamiz, qarindoshlar. Unda qilmanglar, bolalaringlarni akinanglar. Chet elda biz uchun zarur bo'lgan narsa o'zimizning milliy kimligini saqlab qolish. Buni qanday saqlab qolamiz? Faqat til orqali, din orqali va madaniyatimiz orqali saqlab qolamiz. Bo'ldi. Bek ko'p gap qilmay, qolgan gap so'zlarni mushu maktabni qurg'uvchi Ahmad Egambardi og'inimizga qo'yib qo'yaylik. Qani jamoat, Avstraliya Uyg'ur maktabida o'qiyotgan bu aqlli bolalarimizga va jafokash ustozlarimizga bir chavoq kelib rahmatimizni bildirib olaylik.